Taniqli turk aktyori Erjan Kesal 1959-yil 1-yanvarda Avanosda tug'ildi. 1984-yilda Ege universitetining tibbiyot fakultetini tamomlab, qisqa vaqt shifokor bo'lib ishladi. U paytda Erjan aktyor bo'lishni reja ham qilmagandi. Istanbul shahar kasalxonasida tajriba to'plab, o'zini butkul ishiga bag'ishladi. Keyinroq shahardan uzoq bo'lmagan salomatlik markazida ishladi. Aktyorlik faoliyatini 2002-yilda rejissyor Nurebilge Ceylanning Begonalashish filmida o'ynashdan boshladi. Boshlovchi aktyor jamoaga tez qo'shilib ketdi. Ma'lum vaqt o'tib, xuddi shu rejissyor uni 2008-yilda Uch maymun filmiga chaqirdi. Suratga tushish paytida Erjan rejissyor bilan fikrlarini o'rtoqlashdi. Bu film reytingiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shu bois bu va keyingi Bir zamonlar Anatoliyada filmini bemalol uning rejissyorlik ishlari deb hisoblash mumkin. Erjan Kesal tomoshabinga Men ham sog'indim, Men u emasman Chuqur seriallari orqali tanish. Erjan taniqli turk aktrisasi Nazan Kesalga uylangan. Ularning Poyraz ismli o'g'li bor.